Siz ham Instagram sahifamizda Jack Dag'alning ushbu epizodini ko'rgansiz deb umid qilaman. Ko'rmagan bo'lsangiz, siz uchun achinaman. Xullas, ushbu epizodda bir muhim savol ko'tarilgan edi, ya'ni so'z yodlash haqida. Keling shu maslahatni chuqurroq ko'rib chiqamiz. Xullas, ko'pchilikda uchraydigan muammo shuki, ko'pchilik ingliz tilida so'zlarni bir tarafga inglizchasi, ikkinchi tarafga o'zbekchasini yozib yodlashadi. Lekin bu vocabulary'ni, ya'ni so'zlarni aktiv eslab qolishni yaxshi usuli emas. Keling, men sizga shu maslahatni to'liqroq ochib beraman. Xullas, biz so'z yodlayotganimizda so'z yoki frazani ekraningizda ko'rganingizdek, bu tarafga so'z yoki frazani yozamiz, uning oldiga ingliz tilida definition yozamiz. Xohlasangiz yoniga, qovusning ichiga o'zbek tili yoki rus tilida tarjima yozsangiz bo'ladi va pastiga albatta bitta misol yozib ketamiz. Undan tashqari bitta bonus, yana bitta qovusning ichiga qaysi kontekstda ishlatishingizni aniqlashtirishingiz mumkin. Misol uchun bitta frazani olaylik. Take a toll. Take a toll, it means to have a negative effect on something. Ya'ni nimadirga negativ ta'sir o'tkazish. Misol uchun, take a toll on frazasi. Bu to have a negative effect on something degani, ya'ni biror bir narsaga negativ ta'sir o'tkazish. Misol uchun, eating unhealthy food like burgers takes a toll on our health degan misolni yozib qo'yaman va qovusning ichiga xohlasam, misol uchun IELTS writing task 2 yoki IELTS speaking part 2 da fast food haqida gapirayotganda deb kichkina qilib yozib qo'yaman va shu orqali men bitta so'zni 1 definition, 2 tarjima, 3 misol va 4 kontekst orqali 5 xil 4 xil kontekstda uje praktika qilyapman. Bu degani yaxshiroq eslab qolaman. Siz ham xuddi shunday iloji boricha praktika qilishga harakat qiling. Sizda-chi, ingliz tilini o'rganish mobaynida qanday shunga o'xshagan og'riqli muammolaringiz bor? Hozir kommentariyaga o'tib, shu muammoni yozib keting, chunki xuddi shu sizning muammoyingiz yoki savolingiz keyingi videomiz mavzusi bo'lishi mumkin.